Balalık devrimni eslashni xohlamayman. Chunki balalık devrim balalarga xos bo'lmagan kechirimchilar bilan to'lgan. Gerçi yavoylik va logiksizlik bilan to'lgan balalık devrimni qaytarib kelish qo'limdan kelmasa-mu, ota-onamning jumladan atrofimdagi kishilarning orzu istaklarining men izlangan yashash usuli emasligidan gumonlanish tamoman qo'limdan keladi. Hayotimni oddiylashtirish uchun tirishgan sari uni murakkablashtirib oldim. O'tmishimdan zarlangan sari texmi nachar o'tmishga mubtalo bo'ldim. İnkar qilgan har bir reallik menga jin bo'lib choplashdi. Hayotlik energiyalarimdan mangulik dvigatel yasash xiyollarim barbod bo'ldi. Ardim, charchidim. Ko'zimni ochgan sari ko'rolmadim. Oxiri ko'zimni yumdim. Ko'rganim o'zim bo'lib chiqdi. O'zimning hozirdan iborat bir reallikda yashayotganimni his qildim. Kelgusidan kelgan g'am andisha, o'tmishimdan kelgan pas bes to'yg'ular g'oyib bo'ldi. O'zimning tafakkuriga muddaga ega bo'lgan ijtimoiy mavjudot ekanligimni to'nib yetdim. Shunda qilib men psixologiyani tanladim. Yo'q. To'g'ri qilib aytganda psixologiya meni tanladi. Kallamdagi nurg'un chigish savollarga javob topildi. Shundaqla nurg'unlagan savollar paydo bo'ldi. Men asta-asta o'zimning kontroliga o'tishga boshladim. To'yiqsiz o'zim o'rgangan psixiki savodlarni texmi ko'p kishilar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Undaqda darsligimni o'zimga xayrxo'sh deyish orqali boshlayman. Ali Qurbon. Bugün bizden söz edilen dersimiz psikologiyadaki bilişizmlik sahasını sözleyimiz. Yani bilişizm degen nemesi şu bilişni tadqiq qilish deganlik. Bilish degan nima bilan munosabatlik desa, aslim bilan munosabatlik. Mening nurg'un o'quvchilarim o'zining asli qobiliyatining tuvallik to'g'riliq ko'proq qaqshaydi. Bu albatta o'quvchilar orasida intayin umumyuzli ko'rilayotgan bir masala. Chunki bir odamning asli qobiliyatining nachar bo'lishi uning bilish iqtidorning cheklikligini keltirib chiqardi. Chunki barliq bilimlarning hammasi odatda mingning as saqlash bilan munosabatli bo'ldi. Amaliyotda odam bir narsani unutib qolamdi degan unutib qolmaydi. Masalan, kishilarning men tizli bir narsa unutib qolaman deydigan gapni anglaymiz. Amaliyotda u tizli bir narsa unutib qolmaydi, balki asli emas mumkin. Yoki bo'lmasa u cho'nqur aslimizning ichiga kirmas mumkin. Şuna bugün qandaq qilgan vaqtda aslimini bo'lib o'rgangan narsalarni yuqori miqdorda saqlashni o'rganamiz. Bugün men tilga oladigan psixolog Ibn Xavs deb ataladigan bir psixolog. Ibn Xavs asosiyatdan odamlarning psixikistiki saqlash to'g'riliq tadqiq qilgan odam. Ibn Xavs bu tadqiqotni olib borgan vaqtda nurg'unlagan o'quvchilarni sinab boqqan. Bu o'quvchilarni sinab qilish jarayonida ba'zi o'quvchilarning aslimizning yaxshi bo'lganligi, ba'zi o'quvchilarning o'rgangan narsalarni saqlashning tuvan bo'lganligini bayqagan. Bu oxir bu tadqiqotning natijasini yig'inchoqlab, o'zining Ibn Xavs agirsizlik nazariyasini o'tirib qo'ygan. Masalan, Ibn Xavsning bu agirsizlikni diqqat qilsak, biz qabul qilgan uchurlar, biz eslamoqchi bo'lgan uchurlar 100%dan 60%ga tuvanlash uchun faqat 19 minut ketken. Fakat 19 minutla. Demek ki oğlum sizin saklanan 100%'lik esliminizden yeriminin yuqab ketiş için fakat 20 minut vaqt ketadi. 20 minutda adam yüzden es saklanan eslimin yerimini manda açıp etkanda unutup ketdi degan gap. Anda bu agirsizlik tuvallab 48 saatga borgan vaqtda bu 60 esliminin yan yerimi, yani 30'i yuqab ketgan. Demek ki oğlanda yanı bir yerimi 48 saatdan keyin 2 kundagi yo'qolib ketgan. Aniki bu aslimlar bo'lsa borgan suvatlab 7 kun bo'lgan vaqtda bu aslimning yana yerimining yo'qolib ketganini his qilgan. Bunda ochib aytgan vaqtda Ibn Xavsning bu agirsizligidan biz nima ko'rlayolamiz deganda, har qanday bir uchur odamga kirgan vaqtda 20 minut bir qatam,
48 minut bir qitim, 7 kunda bir qitim yerimden yo'qolib ketganligi. 7 kundan keyin odatda o'zining aslamlarning faqat 20% lam esida qolganligi yakunlangan. Shunga men bu xil nazariyadan nimani yakınlab chiqdim degan vaqtda ma'lum bir o'g'inish qonunini yakınlab chiqdim. Ya'ni bu o'g'inish qonunining ismi 20-48-7. Bu yerdagi 20 degan minutga vakillik qildi, 48 deganimiz soatga vakillik qildi, 7 deganimiz kunga vakillik qildi. Unda biz bo'lsa bir a'lo o'quvchi yoki bo'lmasa bir o'g'inishda yaxshi o'quvchi qandoq bo'lib yaxshi o'qib qolgan. Uning haqiqatan da shu tabiiy bilim iqtidori yoki uning tabiiy talant yuqorimi deganda undaq bo'lib ketishini aytayım. Balki uning tug'ma iqtidori foydali bo'lishi mumkin, ammo butunlay u bu bolaning o'g'inish natijasining butunlay yuqori bo'lib ketganligini tushuntirib bermaydi. Unda bo'lsa a'lo o'quvchi bilan normal yoki nachar o'quvchi nima belgilab qo'ydi desa, balki a'lo o'quvchi o'zi bilib bilmay eng to'g'ri bo'lgan as saqlash usulini topib chiqqan bo'lishi mumkin yoki yaxshi bo'lgan o'g'inish usulini topib chiqqan bo'lishi mumkin. Unda bo'lsa biz Ibn Xavusning agirsizligidan mundaq bir o'g'inish usulini yakunlab chiqa olamiz. Ya'ni bu o'g'inish usulining ismi 20 48-7 degan bir xil sxema. Ya'ni buning demakchi o'g'inimiz siz ma'lum narsani o'rgandingiz. O'rgangandan keyin 20 minutdan keyin buni qayta bir takrorlab o'tish. Chunki 20 minut bir tuvallash bosqichiga borgan vaqtlar tusab 20 minutda bir tekrarlab o'tish. Ondan keyin 48 soatda bir tekrarlab o'tish. Ondan 7 kunda bir tekrarlab o'tish. Bu xil tekrar usulda uni o'rgangan uchurlarning odatda 100% desak, uning 80%, 90% o bolaning esida qoladi. Shunga masalan asosiy qarasak, birinchi kuni u bir narsa o'rgandi, bir o'quvchi. Buni u 20 minutdan keyin, ya'ni uyga qaytgan vaqtda yoki darsdan tushiblar, o'rgangan narsani 20 minutdan keyin bir takrorlash kerak. 20 minutdan keyin takrorladi, ikkinchi kuni keldi, uchinchi kuni keldi. Uchinchi kunda cho'digan, uchinchi kuni, ya'ni 48 soat to'shgan vaqtda u tunji kuni o'rgangan narsani yana qayta bir takrorlash kerak. Demak, birinchi kunda takrorlagan narsani uchinchi kunda qayta bir takrorlash kerak. Ikkinchi kun o'rgangan narsani 20 minutdan sirtida 4-chi kun bir takrorlash kerak. 3-chi kun o'rgangan narsani 5-chi kuni. 4-chi kun o'rgangan narsa 6, 5-chi kun o'rgangan 7. 7-chi kunga borganda cho'sa yana qayta birinchi kun o'rgangan narsani takrorlash kerak. Agar bir o'quvchi mushu oddiy bo'lgan takrorlash usuli bo'yicha mangsa, uning astaqlash nimasi bo'lsin yoki o'rganish natijasi bo'lsin yoki o'rganish jarayonida olg'i besish sijilliq bo'lsin, u ro'shan holda ilgarilaydigan gap. Bu da men bir takrorlab o'taman. Ya'ni o'rgangan narsani 20 minutdan keyin bir takrorlash, 2 kundan keyin bir takrorlash, 7 kundan keyin bir takrorlash. Ya'ni birinchi kun o'rgangan narsani 20 minut, 48 soat, 7. Uningdan keyin u takror qilmagan taqdirdimi, u hech qanday kitob ko'rmasmi, eng oxirida mayli imtihon bo'lsin yoki bu bilimni ishlatish bo'lsin, buning asosan qijlanmaydi. Shunga Ibn Xavusning bu bir ilmiy yakunidan biz o'rganishda yoki bo'lmasa başqa sohalarda as saqlashning intan oddiy bir usulini yakunlab chiqdik. Bu xil usul men ham odatda chet el tili dars beraman. Bu jarayonda nurg'un bolalarning chet el tildagi masalan so'zliklarni as saqlashda og'ir darajada qiyinchilik yo'qdi. Bu qandaqdir bir balni olmasdan nurg'unlagan ingliz o'rganayotgan bolalarning o'rtaq qiyinchiligi. Chunki eng oxirida ularning mayli inglizcha olsun, mayli fransuzcha olsun, yoki german til bo'lsin, mushu pallarni utuqli qazanishda eng oxir nim belgilab qo'ydi degan vaqtda ularning so'zlik yetishmaslikdan bular ya bu panni tashlaydi yoki bu panni og'ir darajada qiyinchilik yo'qdi. Agar bir chet el tili o'rganayotgan yoki bo'lmasa boshqa pallarni, mayli matematika, mayli fizika, mayli ximiya qatorliq pallarni o'rganayotgan bir o'quvchi agar mushkil o'rganish usuli agesa, uning as saqlash qobiliyati ro'shan holda yuqorilaydigan gap. Bu birisi. Endi men yana bir xil o'rganish usulini o'tirib qo'yman. Agar bir tirishib o'zining o'rganishdan natija chiqarmoqchi bo'lgan bola mushuk usulni birlashtirsa, men shundoq shaxsan kapolat qilib beramanki, bu bolaning mayli darsda bo'lsin, mayli kelajakda bo'lsin, mayli xizmatda bo'lsin, olg'i besish tezligiga zo'r darajada yordam berdi. Unda bo'lsa ikkinchi xil usul nima deganda, ikkinchi usul masalan mana bu piramidadan biz mundaq bir narsani ko'ra olamiz. Masalan, piramidaning dastlabki cho'qsida dars degan bir xat bor.
Andın bu 5%. Bu nima degan gap desa, bir o'quvchi dars anglagan vaqtda darsdan faqat qancha % o'zlashtira oladi, qancha % shuni yodida qoldi degan faqat 5% yodida qoldi. Mana shu nurg'un o'quvchilarning hozir salqirayotgan bir nuqtasi. Nurg'un bolalar darsni masalan tushungan bo'ladi. Haqiqatan tushundi. Ammo bu tushunish qanday haqiqiy tushunish bo'lmasdan hissiy tushunish bo'ldi. Shu vaqtda tushunadi uni. O'qituvchimi buning oldinib qoladi. Ya'ni o'quvchilarim buni tushundi deb o'ylaydi. Amaliyotda bu o'quvchi haqiqatan tushundimi? Unda olmaydi. Amaliyotda bu o'quvchi tushungandek his qildi xolos. Yo'q tushungan bo'lib oldi. Amaliyotda bu darsning qancha % yodida qoldi degan oram 5% yodida qoldi. Unda esa bu darsni qanday qilgan to'liq o'zlashtirgan bo'ldi. Ikkinchi peshta qaraylik. Ikkinchi peshta o'qish. Ya'ni kitob o'qish orqali. Unda bir odam kitob o'qish orqali shu kitobdagi bilimlarni qancha % o'zlashtira oladi? Amaliyotda faqat 10% o'zlashtira oladi. U balkim umum ideyani tushunish mumkin. Yo'q tushungandek his qilish mumkin. Yo'q tushungan bo'lib olish mumkin. Ammo biz ilmiy tekshirsak, bir kitobni o'qigan vaqtda uning faqat 10% lam u odamga, kitob o'quvchiga yuqadigan gap. Unda 3-peshta. 3-peshta 20%lik asaqlash, 20%lik o'rganishga vakillik qildi. U bo'lsa ko'rish va anglash. Bir narsani mayli ekranda ko'rsin yoki anglasin, bu xil usul orqali o'rganishning o'zi 20%lik asqatadi. Unda 3-peshta bo'lsa 30%. 30% chu deganda o'rgangan narsani boshqalarga ko'z beqish. Nima o'rgangan bo'lsa, uni birsa ko'z beqish. Bu orqali biz faqat 30% egallay olamiz. Ana keyin 50% u o'rgangan narsani agar boshqalar bilan munozirlashsa, boshqalar bilan deyishib, shu to'g'ri savollarni chiqarishib, o'zaro munozirlashgan bo'lsa, unda buni o'rgangan bilimi qancha % o'zishidi degan vaqtda 50% o'zishidi. Uning ostida 75% amaliyotda mashq qilib beqish. Masalan, bir hikoya aytib bersam, bir maxsus suv uchun tadqiq qiladigan bir odam bor ekan. Bu shu suv uchun tadqiq qilib, aspirantlik o'qib, aspirantlikdan doktorlik o'qib, doktorlikdan doktoraj bo'lib ketibdi. Eng oxirida bu nurg'un narsani o'rgangachga so'zish to'g'riliq. Eriq o'z tangda so'zib jumabdi, chunki nayt yuqori bilganlik uchun. Oxir bu menimcha biroqla dengizni so'zay deb dengizga suv uzish uchun dengizga o'zini aytibdi, hayotidan ayrilibdi. Demak, buni nimani bildiryapmiz desa, u haqiqiy nazariy bilgan bilan u hargiz uning butunlay dengiz suv uzishiga tenglanmaydi. O avval eriqdan cho'ngroq ko'ldan daryodan dengizga kengayadi. U biroq unda qilmagan, u bir umrida suzib boqmagan. Suzib boqmayla, faqat suzishni tadqiq qilgan. Eng oxiri cho'sa dengizga kirgan vaqtda u suzish u yoqtusin hayotini qurqagan. Shu nurg'un bilimlarning amaliyotda bizda nazariy asosda bilinishi uni xato tuyg'uga, bir bo'lsa uni o'ziga matn ziyod ishongan qilib yetadi. Albatta bu hayatdan ziyod ishonganlik uchun ishlarning nurg'ulgan tafsiloti sal qaraydigan chiqadi. Ishlarning tafsiloti sal qaragan vaqtda albatta bu ishdan utuq qozonmaydigan chiqadi. Yakomuz nima chiqdi bo'lsa, oldirab bir ishni qilolmaydigan bo'lib qoldi. Nima qilsa, mukammallikni qo'g'lashganlik uchun. Shuni qanday qadam muvaffaq qozondi desa, har qanday o'rgangan narsani tajriba qilib boqadi. Unda o'rganmay turib, tajriba orqali muvaffaq qozongan bo'lamdi degan unda olmaydi. Bunda qadamni qaram keldi. Çünkü bularda nazariy bilim bo'lmaganligi uchun bularning taraqqiyoti ma'lum nuqtaga olgan to'sildi. Masalan, ba'zi odamlarning hech qanday o'qimay turib boy bo'lganini bilamiz. Ammo buning boy bo'lgandagi haqiqiy muvaffaqiyati cheksizlik intilalamni intilanmaydi. U ma'lum bir nuqtada chuqum to'xtab qoldi. Yoki bo'lmasa boshqa bir tafakkurga o'tolmaydi degan gap. Shunga bir muvaffaqiyat bo'lish uchun nima keraksa, nazariya bilan amaliyotni chuqum birlashtirish kerak. 75%ni biz amaliyot ko'z sharqiliq. Yoki bo'lmasa nurg'a adam kichik vaqtida velosipedni o'ynab boqadi. Ammo ba'zida shahar muhitiga mos uchun velosiped minish qulaysiz bo'ldi yoki velosiped minishdan ojiz qolmaydi. Balki 20 yil, 30 yil velosiped minmasligi mumkin. Ammo bir velosiped mingan odam 30 yildan keyinmi velosipedni olib haydab keta oladi. Uningda velosipedni haydashni unutib qolibman deydigan gap bo'lmaydi. Hech qanday odam velosiped haydashni unutib qolibman demaydi. Nima ish qilsa? Chunki u velosiped minish o'rgangan vaqtda u to'liq amaliy harakat bilan o'rgangan. Bu xil badanmi o'rgangan narsaga aralashgan vaqtda bu xil bilim asosiyatini chiqarmaydi. Qancha % chiqarib? 75% chiqarmaydi.
Eng kuchli birisi var. Ügütüş. Eng yaxshi ügünish nima bo'lsa, ügütüş. Bir odam o'zining bilimini boshqalarga o'rgatgan vaqtda bu hargiz ketmaydi. 100% saqlanib qoldi. Masalan, bizning ingliz tili o'qitish sohasimizdami nurg'un o'quvchilar ingliz tilida eng oxirida qanday vaqt muvaffaqiyat qozondi degan vaqtda o'rgatish orqali. Chunki siz ma'lum narsani boshqalarga o'rgatayotgan vaqtda o'zingizda qandaqdir bir xil to'liq tushunish hosil bo'ldi. yoki bo'lmasa to'liq tushunishga ehtiyoj paydo bo'ldi. Siz tabiiyla bu to'g'ri izlanishga duch kelsiz. Shunga meni o'quvchilarga to'xtamay jakarlaydigan nimasi, men bugun sizga nima o'rgatgan bo'lsam, darhol yatoqdoshlaringiz shuni o'rgating. Agar yatoqdoshlaringiz qattiq o'rganish xohlamasa, pul berib bo'lsa-mi, janamadosh men bir o'rgatib qo'yadi. Oxirida uni qo'g'lab o'rgatish. Bu xil usulda shu deganda uning bilimi biroqla shuning bilimiga hisob bo'ldi. Shunga mayli siz qandaq narsani o'rganing, buni eng yaxshi o'rganishning usuli nimasi? Birisi 75%lik, ya'ni uni amaliyat ko'rsatish. Amaliyat ko'rsatishning ishidan eng qaltis qaysi esa o'rgatib etish. Mayli dadasi bo'lamdi, yoki apasi bo'lamdi, yoki yatoqdosh, yoki do'sti bo'lamdi, uning vaqt chiqarib, o'zi o'rgangan narsa o'rgatib etganda bu xil narsa hargiz esida ko'tarilib ketmaydi. Onundan keyin munozara gruppasi. Biroq nurg'un o'quvchilarning qo'llig'i nimasi? Ustilik uchi. Dars anglaydi, o'qiydi, anglaydi. Bu xil ahvol ostida bek ko'p bo'lib ketganda qancha qildi? 20%. Faqat 20%lik o'z ishida. Bunda vaqtda bunda bolalarda olg'i besish tuyg'usi bo'lmaydi. Olg'i besish tuyg'usi bo'lmagan vaqtda odamlar nurg'un narsalardan zerikadi. Nimishqa ba'zi bolalar darsda chekinib ketadi, chekinganlar chekinaverdi, bilganlar nimishqa bilaverdi deganda, chunki bir odamning ma'lum narsani tushunmasligi uning bearamlik tuyg'u paydo qildi. Odam badani tug'ilishdan boshlab, mayli ro'yatda bo'lsin, mayli badanda bo'lsin, biz bearamlikdan qochamiz. Masalan, birisi bizning qo'limiz chim desa, biz undan tortib olamiz. Mingimizmi ma'lum bir bearam tuyg'uni his qilgan vaqtda bu xil bearamlik tuyg'udan qochadi. Unda esa bir bal dars bilmadi. Buni dars bilmasligining o'zila bearam tuyg'u paydo qildi. Yoki bo'lmasa o'qituvchisi uni ayblish mumkin, yoki do'stlari uni mazoq qilish mumkin. Demak, bu bearamlik tuyg'udan qanday qutulish kerak? Balkim dars tashish mumkin, yoki eng oxirida balkim maktabdan chekinish mumkin. Chunki hech kimning bearamlik tuyg'u ishi kirib olg'isi kelmaydi. Yoki bo'lmasa o'zini ma'lum bir sohaga, yoki kompyuterga, yoki bo'lmasa to'pga, yoki tantarbiyaga beg'ishlash orqali oyatda tatgan ziyonlarni, ro'y ziyonlarini boshqa soha orqali to'liqlab mangadi. Tabiiyki bunday ahvolda uning bilishga nisbatan, o'rganish nisbatan hech qanday qizg'inlik qolmaydigan gap. Shu nurg'un bolalarning maktab berish xusham yo'q. Deginning o'z nima degan vaqtda amaliyotda men ma'lum narsani bilanmadim demakchi. Yoki bo'lmasa ba'zilarning buni o'rganib nima qiladi hech qanday foydasi yo'q deyish mumkin. Biroq bu nima tushuntiryapti-sa, u balkim ashnarsini bilanmagan bo'lishi mumkin. Shu bilanmaslik nimani keltirib chiqardi-sa, qiziqishni nolga aylantirib ketadi. Qiziqishni nolga aylangan vaqtda bu odamda hech qanday bir ishtirish kuchi bo'lmaydi. Ba'zi ota-onalar o'zining bolalarini masalan, o'rganish qizg'inligini qo'zg'amay turib, to'xtamay olg'a ishtirib yetadi. Bunday olg'a ishtirgan sari odam bu o'quvchining nim paydo bo'ldi-sa, uningdan bezorlik paydo bo'ldi. Zo'm-zo'lat. Masalan, bir mashinani biz qo'yib qo'ysak, bu mashinani biz ishchini ochiq qilib o'taldimay, oqidan 5-6 ishtirsak, mang'idi. Tizmangmaydi. Ham uzun mangmaydi. Nima ish qilsa, ishtirgish yerib ketadi. Demak, bunday vaqtda ota-ona cho'qim ordu degan gap. Bu xil mashina asli mashinaning funksiyasiga ishtirish emas. Balki u ishidan o'talgan vaqtda u balkim boshqa odamlarning so'rab mang'alaydi degan gap. Shunga bir o'quvchini haqiqiy bir balani haqiqiy o'rganish qiziqtirish uchun uningdagi ichki qiziqishni qo'zg'ash kerak. Ichki qiziqishni qo'zg'ash uchun nima qilish kerak deganda, u o'zi qiziqayotgan narsaga bilish kerak. Chunki bilishning o'zi rohat tuyg'u paydo qildi. Chunki siz ma'lum narsani bilgan vaqtda tabiiy yaxshi tuyg'u paydo bo'ldi. Hech bo'lmaganda kishilar sizni yaxshi ko'rdi, kishilar sizni maqtaydi. Buning hammasi odamning yaxshi tuyg'usi. Badan xuddi rohat izlagandek, odam mingisimi rohat izlaydi. Bu xil rohatlik nimani keltirib chiqardi bo'lsa, aslida qilayotgan ishning texmo ko'payishni keltirib chiqardi. Biz buni keyingi shartlashni o'rganamiz. Ya'ni odam ma'lum narsani huzur topganda bu ishni qilishning qitim soni yuqorilab bordi.
Şuna ballarning o'rganishni qizg'inligini qo'zg'ash uchun birinchi qator nima qilish kerak deganda, bular o'zi tushunayotgan narsani bilish kerak. Buni bilish uchun qanday qilish kerak deganda, men bayatdan piramida shaklini ko'rsatib qo'ydim. Mushning ichidagi eng ostidagi 3ni cho'qim ishlatish kerak. Bunga ba'zi o'qituvchilarni diqqat qilish kerak. Umi bir o'qituvchi, bir loyiq o'qituvchi hargiz ders o'tish bilan yoki ballar topshiriq berishdan cheklanib qolsa olmaydi. U chuqur ballarni munozirga o'rlashtirish kerak. Nemishqa ballar, masalan biz kichik vaqtimizda tantarbiya darsiga bordik. Tantarbiya darsi olsam qo'shib ketdik. Nemishqa biz tantarbiya darsini yaxshi ko'ramiz? Biz o'ylab baqsaq bo'ldi. Tantarbiya darsining alaylik nimasi, u qilayotganishqa o'zi shug'ullandi. Mayli top o'ynasin, mayli sektirsin, mayli tushun topasin, uningga bala o'zi qatnashgan aktiv bo'lgan o'rganish usuli. Shunga har qanday bala buning qatnashib oldi. Ammo dars shu deganda dars asosiyatdan bala o'tirdi, o'qitish so'zlaydi. Bu bir passiv o'rganish usuli amaliyotda. Shunga bir nadir o'qitish qanday qilish kerak degan vaqtda o'zining o'rgatgan bilimlarini balalarga o'zaro munozir qilish kerak. Bo'lsa, bala yana bir balaga o'rgatish kerak. Mana ma'qul aktiv holatda tarbiyalaganda balalar bundaq darsga o'zidan qiziqib qoldi. Mesela munazirleşken vaqtda. Çünkü o tunji qatim o'zining idisini mayli xato bo'lsin, mayli to'g'ri bo'lsin, u idis o'tirib qo'ya olgan vaqtda bundaq narsalarga tizla kirish ketadi. Nimishqa degan vaqt men bayat degandek, uning rohat tuyg'u paydo bo'ldi. Shunga har qanday ota-ona yoki har qanday o'quvchi, har qanday o'qituvchi ma'lum bir bolaning yoki ma'lum bir o'quvchining qiziqishini qo'zg'ayman deyken, uning chuqur bildirish kerak. Bilish bo'lmaydi ekan, qiziqish bo'lmaydi. En ahırda meni agahlandırıp koyduğum nima esa İbn Xavsen mundaq bir nadir gapni qilgan. Ya'ni bilimning originali muhim degan. Bilimning originali muhim degan nima esa, siz mayli qandaq narsani o'rganing, uni chuqum tunji qatim to'g'risini o'rganmasangiz, uni keyin o'zgartirib olmaydi. Masalan, bir bala nimaga o'xshaydi degan vaqtda bulutga o'xshaydi. Bu bulutni biz loy suv chilab qo'ysak, oldik. Bu loy suvni suzuk suv chilsak, o darhol süzülmeydi. Onu qanday qilish kerak deganda, qayta suzuk suv onu qayta sıqqandan keyin ondan suzuklaşadi. Ama bu bulutni tunji qatim suzuk suv chilsak bo'lsa, biroq suzuk suv chiqadigan gap. Shunga kichiklar bolalarning o'quvchilarga o'rgatgan vaqtda, ba'zi bilimlarni to'g'ri o'rgatmagan vaqtda bir xato o'tib qo'ysa, buni juymoq bas mushkul ish. Masalan, ba'zi biz bundaq ahvollarga uchraymiz. Ma'lumotdan xato to'lab qo'yamiz. Masalan, Ahmet isimli bir balını biz Ekrem deb to'lab qoldik tunji qatim. Keyin uning ismining Ekrem emas, Ahmet kelgan bilib tursaqmi, bizning og'zimizda Ekrem deb to'lab solamiz. Hatta bir ömür Ekrem, oy Ahmet, Ekrem, oy Ahmet, Ekrem, oy Ahmet. Nemish qolsa, tunji qatim xato o'rganib olganda uni tuzatmak bek mushkul hisoblanadi. Masalan, bir bola ishkin qo'z 5 deb o'tib qo'ygan bo'lsa, bu keyin cho'ng bo'ldi. Oliy maktabga o'tgandimi, ishkin qo'zsa 5 deb turib, oy 4 deyish mumkin. Demek har qanday bilimning originali muhim. Bu mening sizlarga bugunlik dars so'zlaydiganim. Undan so'ng bugungi dars to'g'riliq so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'zsan bo'ldi. Siz. Assalomu alaykum, Alim olim, yaxshimisiz? Bugungi mushu darsingiz bak yaxshi bo'ldi deb qaradim. Men nurg'un narsani his qilib oldim. Endi anglasam, men bak boshqalardan angladim, men bak havas qildim. Mushu bo'libmi sizningki, mushu 9 oy ichida mushu ingliz tilidan, yana TOEFLdan qanday muvaffaqiyatga o'tib ketgansiz. Yana boshqa mushu chet el tilidan ingliz tili, fransuz tili, mushu german tili qatorliqlarni bildikansiz. Endi sizningki mushu tillarni mushunda tez suratda o'rganishingizda menimcha men bak qiziqdim shu nuqtaga. Sizni bira alaylik bormi, qanday yo'q bo'lsa bira usul bormi, shu bir bizga deb bergan bo'lsangiz. Bu savolga men bek jiq uchrayman. Endi yana bir alaylikim chiqib qopti. Men shu oliy maktab intamizda qistirib o'tib ketishim kerak. Men shu Xinjiang bo'yicha alulala olib o'tgan. Bu vaqtda bizning qo'shnilarimiz bütün bizning jurt mesela hayran qolgan. Nemish hayran qoldi desa, chunki mening oilamni elib aytgan vaqtda men tinch o'rganish sharoiti bek yaxshi emas edi. Mesela ota-onamning munosabati taz yaxshi bo'lmag'achqa, ularning men ko'ngil bo'lish holati mening boshqa do'stlarim qaraganda yaxshi emas.
Unda olsa bu bala qanda qilib bundaqqa Ali mektep imtihanidan 50 alavlab o'tib qoldi. Bu nurg'a odamlarning kallasidan o'tmagandir. Savollar qoldi. Keyin men o'zimni yaxshi bir talantli o'xshayman deb mengiverdim. Keyin til o'rgandim. Til o'rgangan vaqtda bu vaqtda kishilar men oliy maktabdan yaxshi numar olgan vaqtda kishilar buning tabiiy panga talanti bor deb buni ma'qul tushundirdi. Men mo shunda talantim bor o'xshaydi deb tushunib ketaverdim. Keyin oliy maktab chiqdim. Oliy maktab chiqqan vaqtda chet el tili o'rganish qiziqarligining nihoyat kuchliligini bildim. Ondan men oliy maktab chiqqan vaqt bunda qiziqarli ahvol bo'ldi. Ya'ni bir bola ingliz tilini 6 yil, 7 yil o'rganib, ondan TOEFL emas, uningdan tuvan bo'lgan 4-darajalik imtihondan aran o'tdi ekan. Men kelgan vaqt. Yani bu yerda mening bir kallamda o'tmadi. Bu bir tilni qanday qilib 6-7 yil o'rgandi. Bu arzimaydigan ish deb qo'ydim. Chunki bir odam 6-7 yil bir til o'rgansa, uning bu til orqali boshqa bir bilimlarni o'rganish uchun yana nurg'un vaqt ketadi. Bu hargizmi mening kallamda o'tmadi. Shu vaqtda men bir do'stimga men shu tilni tiz o'rganganligim to'g'risida dedim. Ammo do'stim ayni vaqtda bundaq bir yil, men 1 yil deb o'tirib qo'ygan. Bundaq 1 yilda o'tishning hech kim shakllanmagach, hech kim unda qilib boqmagachqa, ular buni bir xil xomxiyol yoki poetish deb o'yladi. Biroq men o'zimga ishondim. O'rgandim, bir boshdan fransuz o'rgandim, bir boshdan ingliz o'rgandim. Keyin mening tezligim o'rganish tezligim tez bo'ldi. 6 oy bo'lgan vaqtda men o'zimning tayyorligining ravurs bo'lganligini, 4-darajalik imtihonining saviyasiga yetganligimni his qildim. Biroq mening bu imtihonni bagim kelmadi. Ya'ni buningdan yuqori imtihonni so'radim. O vaqtda eng yuqorisi TOEFL degan imtihon edi. Keyin men bu TOEFL imtihoniga tizimlatdim. Buni Shinjan universiteti berdi shu vaqtda. Keyin bu imtihonni yuqori numar olgan vaqtda nurg'un ballada bir xil ideyajatin o'zgarish bo'ldi. Asli ingliz tilini unchalar yuqori, unchalar ko'p vaqt sarf qilmasin bo'ldi ekan degan to'g'ri keldi. Hamda bular balkim meni talantli, to'q miqdori bor deb yana qutulish mumkin. Men buning ishinib keldim. Qachonga tushundim degan vaqtda men bir qatam IQ, ya'ni aql koeffitsiyentini sinaydigan bir savol ishlab baqdim. Men rost aqlliqmi? Bu koeffitsiyent sinagan vaqtda bu 100 numurliq hamda. Mening natijam 70 chiqdi. 70 degan o'ttiral aql va adam hamda. Mening ba'zi o'quvchilarimning 80-90, hatto ba'zilarining ama favqulodda aqlliqning 110-120 chiqdi. Oshirib hisoblaymiz. 100 olgan bilan 120 qilib hisoblay olamiz. O'quvchilarim degandan 90-100 ketdi. Men xato hisoblab qo'ygan o'xshayim deb qayta hisoblasam, ikkinchi qatim 68 chiqdi. Demak, bu mening aqliy, haqiqiy aqlim bilan munosabat bo'lmasdan birsi mening ishonchimdi. Mening ashning o'tib ketish ishonch qildim. Mayli boshqalar o'taliga u mening ishim emas. U boshqa odam. Men boshqa odam. Shu vaqtda mening bu xil tiz o'rganishimga birinchi sababchi bo'lgan narsa masa mening ishonchim. Chuqum qilan, nemish qilanmayman, chuqum qilam. Chunki burungi zamonda qushqash tili, hayvon tilini tushundigan odamlar paydo bo'lgan. Uni o'rnida bir odamning tilini tushunish men uchun unchalar qiyin emas deb o'yladim. Mush tariqada o'rganish orqali oxir o'tdim. Demak, bu yerda men nim demoqchi esa, bir odam hargizmi ma'lum narsa talantli, ma'lum narsa talantsiz bo'lib qoldigan ish mavjud bo'lmaydi. Talantli bo'lsa, butun talantli odamning badinda hamma inson bo'ldi. Masalan, bir buvoqning ichida bir buvoq misol olsak, uning ichida injenermi bor. Uning ichida millionermi bor. Uning ichida o'qituvchim bor. Uning ichida tumuchim bor. Uning ichida o'g'rimi bor, qotilmi bor. Masala qaysi qismini taraqqiy qildirib chiqarish. Uni har qanday qadam qilib tarbiyalagan bo'ldi. Bu yerga masala qandaqdir uning suyuq shakldagi aqli bo'lmasdan kristal aql degan nimasi uning o'ziga bo'lgan ishonchi, tajribasimiz kristal aql deb qaraymiz. Shaxmat Danlıq şahmat mahiri Bob Fischer deyilgan bir adam o'tgan. Bu Bob Fischer dünya çempionu Kasparov'ni o'zining yosh vaqtida bir qatim yengib o'tgan. Kishilar buni nim degansa shaxmat talanti bor degan. Bu bir odam tug'ilishdan shaxmat talanti olib tug'ilmaydi. U mumkin ish emas. Bob Fischer buning nima deb javob bergansa, men shaxmat talantim yo'q. Meni uning talanti, buning talanti bor dema. Men shu talantliq o'ylim g'oyadan shaxmat o'ynab qoldim.
Agar men yozuvchi bo'lsammi, futbolchi bo'lgan bo'lsam, talantli bo'ldim. Bu mening qandaqdir suyuq qiliqi, aqlim bilan munosabat bo'lmasdan, mening xarakterim bilan munosabatlik degan. Yani onun xarakteri nimasi, u Kasparovni yengish ishonch qila olgan. U shu ishonch qilgan vaqtda uning qalbidagi yoki mingizdagi yushurning iqtidori qo'zg'alib ketgan. Bu yushurning iqtidori degan ajoyib kuchli narsa. Chunki olimlarning hisoboti yoki olim tadqiqoti bo'yicha bir odam eng ko'p bo'lsa aram faqat 7-8% mingis ishlaydigan. Unda uning qolgan 92-93% mingis nagitdi. Demak, bizda cheklik qobiliyat mavjud emas. Cheksiz qobiliyat bor. Biroq bu nurg'a odamlar bu o'zining bu xil cheksiz qobiliyatini intan cheklik holatga tushirib qo'ydi. Shunga dunyoda 4 o'quvchi bo'lmaydi. Faqat 4 bo'lib qoladigan o'quvchi bor. U faqat 4 bo'lib qolgan, hargiz 4 emas. Nima ish qilsa, tarbiyalash tufayli. Yoki bo'lmasa uning o'ziga bo'lgan ishonch tufayli. Shunga mening bu xil tillarni o'rganib bo'lishimda hayron qolarlik ish emas. Agar zarur bo'lsa, haqiqatan zarur bo'lsa, men har qanday bir tilni, dunyodagi har qanday bir tilni kitib bilan tayyor bo'lsa, men u til bilan so'zlashadigan odam bilan uchrashmasammi, men 3 oy tugitib bo'laman. Nima ish burun 9 oy tugitib hozir 3 oy tugitdim. Chunki men uningdimmi o'ngay o'rganish usulini bilaman degan gap. Ham mening necha qitimliq tilni o'rganish jarayonida mening kallamda nimsizlik bo'ldi deganda, sen qila olaysan degan narsa Alloh buni o'rnatilib qo'ygan. Mening qila olishimga 3 oy tugita olishimga ishondi. Shunga tugita olayman degan gap. Biroq nurg'a odamlarda cho'lsa bundaq siziq-sizilmagan, uning nervisida qila olaysan degan narsa bo'lmaganligi uchun uning aslidagi potensial oqiga yenib ketaverdi. Shunga odam bir narsani ufti qozongan, ufti qozonib ketadi. Bu ufti qozonmagan sir tuvalim chiqib ketdi. Nima qilsa mingida shu xil programlashib ketadi. Shunga menga nisbatan bir til o'rganish hech qancha emas, ammo bu mening aqlim bilan munosabati yo'q. Nima bilan munosabat qilsa, mening o'zimga bo'lgan tushunchim, o'zimga bo'lgan ko'z qarashim, o'zimga bo'lgan ishonchim. Shu mening yosh o'smirlardan, sizlardan o'quvchilarning talab qildiganim nima desa, dunyoda 4 odam yo'q. Faqat 4 bo'lib qoldigan odam bor. Bu 4 bo'lib qoldigan odam nima sababli 4 bo'lib qolsa, o'zining tuyg'usi yoki o'zining o'ziga bo'lgan tushunchi tufayli deb bo'lib qoldi. Siz. Assalomu alaykum muallim. Ba'zida maktablarda o'rganishlarda o'quvchilarningki o'zini asl qobiliyatini tuvan va o'rganishga tirishsam men oldiga kiramayman degan ko'z qarashlar bor. Siz bu qarashga qanday qaraysiz? Men bayatin deb o'tib ketdim. Nurg'a o'quvchilarning asl qobiliyatim nachar deyishning o'ziga bearam tuyg'uni yo'q qilib o'tish uchun. Ya'ni har qanday odam men bilanmadim deyish xohlamaydi. Ammo o bilanmadi. Buni qandaq usulda bu bearamlik tuyg'udan qutuladi? U asl qobiliyatim tuvan desa, u yaxshi his qiladi. Ya'ni masalan siz men qalva deganning o'rniga mening qulqim gaz desangiz, bu bir qadar sizga besimni sal tuvaltadi. Nima ish qilsa, gazliq kishilar qabul qila oladigan, sizga balkim istash qiladigan bir xil tushuntirish. Ama siz men bilmeymen dersiniz, bu yüzünüzge bir xil bearam iş qiladi. Şonlarga o'quvchilarning asl qobiliyatim tuvan deyishning o'zi mushkul bearamlikdan qutulish uchun aql ifodalash. Biz buni psixoanalizm so'zidik. Ya'ni aqlni muvofiqlashtirib tushuntirish yoki rad qilib turib olish, inkor qilib turib olish. Ya'ni o'zining pokitini inkor qilib, kishilar qabul qila oladigan usulni tushuntirish. Masalan, bir dada kayfiyatni ochalish bir balni urib qo'ygan bo'lsa, bolasini. U hargizmi uğum kelib udum demedi. Onu deb tushunish mumkinsa, balamning kelgusi uchun uning yaxshi bo'lsin dedim deydi. Demak bu balalarningmi men asl qobiliyatim nachar degani amaliyotda o'zidagi aql reallikni yushirish orqali ma'qul usulga kirib olmoqchi. Yoki bo'lmasa nachar balalarning ko'p uxlaydigini bilamiz. Chunki uxlab qoldim, shuni bilmadim deyish bu bir qadar ularga nisbatan yaxshi tuyg'uni bildirdi. Chunki uxlab qolsa, albatta u chaqda ayıplash yoki asosliqqa bana nimaga yo'tkilib ketadi bo'lsa, uning aniq tirishmasligiga emas, uxlab qolganiga yo'tkilib ketadi. Yoki uning bilmasligiga emas, uxlab qolganiga yo'tkilib ketadigan gap. Yoki maktab tilida chiqsa, men maktabda o'qimagan deb qutula olish mumkin. U chaqda bu o'ziga bearamlikni yo'qotalaydi. Shu psixologiyada bir narsa bor, badan xuddi bearamlikdan qochgandek adamning ro'yitimi doim bearamlikdan o'zini oqichib, uni boshqa bir usullar orqali tanishadi. Biz buni keyingi darslarda tafsil so'zlaymiz. Bo'ldi, unda bugungi darsimiz shu bo'lsin. Rahmat.